Tasaras tumanidagi Vatanparvar tashkiloti Xorazm viloyati kengashiga qarashli 2-sonli o'quv sport texnika markazida bugungi kunda yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish, zamonaviy ko'nikmalarga ega mutaxassislar sifatida shakllantirishga qaratilgan keng qamrovli ishlar yo'lga qo'yilgan. Tashkilotda avtotransport haydovchilarini tayyorlash jarayonida malakali o'qituvchi va tajribali instruktorlar rahbarligida tashkil etilib, o'quv jarayoni individual tarzda olib boriladi. Markazda yoshlarni sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha mashg'ulotlar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Ularni harbiy xizmatga tayyorlash jarayonida pnevmatik quroldan nishonga otish bo'yicha mashg'ulotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yerda tumanda joylashgan umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi jasorat sinflari o'quvchilarining harbiy vatanparvarlik, harbiy xizmatni o'tashda zarur bo'ladigan dastlabki harbiy va texnik ko'nikmalari shakllantiriladi. Barcha mashg'ulotlar tajribali o'qituvchilar tomonidan xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etilmoqda. Vatanparvar tashkiloti Xorazm viloyati kengashi tasarrufidagi Tasaras tuman 2-sonli o'quv sport texnika markazimizda sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha 4 ta seksiyamiz faoliyat yuritib kelmoqda. Bular pnevmatik quroldan o'q otish, yozgi biatlon, duatlon, avtosport turlarimiz bo'yicha sportchilarimiz 12 yoshdan 18 yoshgacha bepul shug'ullanishib kelmoqda. Ushbu sport turiga umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari, uyushmagan yoshlar musobaqalarga muntazam shug'ullanib kelmoqda. Mana yaqinda bo'lib o'tgan pnevmatik quroldan o'q otish sporti bo'yicha 17-18 yoshlar sportchilarimiz viloyat bosqichida yaxshi natijalar ko'rsatib, umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni egalladik. Bularning barchasi albatta sportchilarimizni texnik amaliy turlariga keng jalb qilish, ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Vatanparvar tashkilotida o'tkazilib kelayotgan tadbirlarda faol qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdaman. Pnevmatik qurollar bo'yicha 1 yildan buyon shug'ullanib kelmoqdaman. Yaqinda bo'lib o'tgan pnevmatik qurol bo'yicha viloyat bosqichlarida faxrli o'rinni egallab keldim. Sportning yengil atletika turi bo'yicha ham tadbirlarda faol qatnashib kelyapman. Xususan Vatanparvar tashkiloti tomonidan yozgi biatlon musobaqalarida ham faol qatnashib kelmoqdaman. Markaz faoliyatidagi navbatdagi muhim yo'nalish bu avtomotor transport haydovchilarini tayyorlash kurslaridir. Ushbu kurslarda barcha toifadagi haydovchilarni tayyorlash jarayonlari yuqori malakali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Darslar zamonaviy jihozlangan o'quv xonalarida nazariy mashg'ulotlardan boshlanib, keyinchalik maxsus avtodrom amaliy ko'nikmalari bilan mustahkamlanadi. Vatanparvar tashkilotimizda haydovchilikning barcha toifalari bo'yicha zamonaviy jihozlar bo'yicha dars o'tamiz. 172-sonli qaror asosida o'zgartirish kiritilgan hamma jihozlar bilan jihozlangan xonalarda A, B, BS, E kategoriyalar bo'yicha biza zamonaviy plakatlar, interaktiv doskalar, shahar maketlar, E avtomaktab platforma.uz platformasi orqali keyin avtotrenajyorlar bo'yicha biza o'quvchilara mashg'ulot o'tamiz. Bularning hammasi albatta yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash uchun, yo'ldagi baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun, bu albatta yo'ldagi baxtsiz hodisalarni oldini olishga, o'quvchilarimizni nazariy va amaliy bilimlarini oshirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz faqat bu toifa uchun amaliy bilimni 69 soat amaliyot o'taydi. Agar BS toifa bo'ladi olsa, 6 oy davomida ham amaliy ham nazariy bilimlarni oladilar.
Instruktorlar har bir qatnashchi bilan individual ish olib borib, yo'l harakati qoidalari, transport vositasining texnik holati va uni boshqarishni puxta o'rgatadi. Mashg'ulotlar davomida turli yo'l sharoitlarini modellashtirish orqali haydovchilarni kelgusida umum foydalanish yo'llarida erkin va qoidalarga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlari uchun zamin yaratadi. Tashkilot avtodromi imtihon mashq maydoni bilan bir xil standartda qurilgan, 1 gektardan ortiqroq maydonni tashkil qiladi. Barcha elementlar va yo'l belgilari chiziqlari bilan jihozlangan. Tashkilot avtodromida haydovchilikning barcha toifalari bo'yicha mashqlarimiz mavjud. Haydovchilikning B toifasi, Bdan C toifasi, C toifalari bo'yicha mashg'ulot maydonlari bor bo'lib, bunda o'quvchilarimiz mashqlarni mukammal o'rganib, imtihonlarni birinchi urinishda yaxshi natijalar bilan topshira oladilar. Bu o'quv binosida ko'rib turganingizdek zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. e-avtomaktab.uz onlayn ta'lim platformasidan foydalangan holatda o'quvchilarimiz imtihon markazida test savollarini ishlashni o'rganadilar. Vatanparvar tashkiloti o'quvchilari o'qishni tamomlagach, bemalol tumanimiz, shahrimiz yo'llarida, butun O'zbekiston yo'llarida bemalol xavfsiz harakatlana oladigan darajada bilim va ko'nikmaga ega bo'lib chiqadilar. Vatanparvar tashkilotida qishloq xo'jaligi sohasida talabgir bo'lgan traktorchi mashinistlarni tayyorlash kurslari ham yo'lga qo'yilgan. Mashg'ulotlar davomida qishloq xo'jaligi texnikalarining tuzilishi, texnik xususiyatlari, texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalari chuqur o'rgatiladi. Amaliy darslar esa malakali o'qituvchi instruktorlar tomonidan olib boriladi. Ushbu jarayonda har bir o'quvchi texnikani mustaqil boshqarish va texnik xususiyatlari borasida zarur ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Markazdagi yana bir muhim o'quv yo'nalishlaridan biri elektr gaz payvandchilik bo'yicha kurslardir. Ushbu kasb nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlarga ham katta ahamiyat qaratilgan. Mashg'ulotlar zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan ustaxonalarda olib borilib, har bir ishtirokchi malakali mutaxassislar tomonidan yo'naltirib boriladi. Vatanparvar tashkilotimiz ochiq eshik kunlari bo'lib o'tdi. Bu muntazam bizda olib boriladi. Uni olib borishimizdan maqsad faoliyat turimizni donishtirib o'tish maqsadida qilamiz. Ammo kasb mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha ish faoliyatimizni olib boramiz. Bu ammo kasb mutaxassislar tayyorlash deganimizda bizda A, B, BS, D, SY, DY, BY toifalari bo'yicha doimiy ish faoliyatimizni olib boramiz. Doimiy ish faoliyatimizni olib borish jarayonida bizda nazariy va amaliy mashg'ulotlar bo'ladi. Bu nazariyda ya'ni sinfxonalardan muntazam o'quvchilarimiz kelib, ertalabki 9:00 dan 12:00 gacha nazariy bilimlar oladilar. Nazariy bilimlarni o'zlashtirib bo'lgan fuqarolarimiz keyin bizda amaliy mashg'ulotlarga qo'yiladi. Bu yerdan keyingisi bo'lsa 14:00 dan 18:00 gacha olib boriladi. Bu amaliy mashq maydonimiz 2024-yil 18-yanvarda Vazirlar Mahkamasining 27-buyrug'iga asosan avtodromi nechik tartibda qurilishi, nechik tartibda ketma-ketlikda olib borilishi keraklik to'g'risida chiqarilgan buyrug'i bor. Shu buyrug'ga asosan biz avtodromimizni joriy qilganmiz. Hozirgi kunda shu avtodromimiz ish faoliyatini olib borib turibdi. Bunda fuqarolarimiz muntazam shug'ullanib kelishmoqda. Bu avtodromimiz shu imtihon markaziniki bilan bir xil jihozlangan, ketma-ketlik ham bir xil. Hozirgi kunda fuqarolarimiz shu avtodromlarimizda amaliy mashqlarni olib borib turibdilar. Biz muntazam texnik bazamizni yangilab kelmoqdamiz. Bu yangilashimizdan maqsad hozirgi kunda biz Cobalt rusumli avtomobil mexanik korobkalarini jalb qilganmiz. Buni amaliy mashq maydonimizga jalb qilishimizdan maqsad hozirgi vaqtda amaliy imtihonlar topshirganda imtihon markazida Cobalt rusumli mexanik avtomobildan foydalanib kelayotganlari sababli bizlar ham shuni avtodromimizga mexanik Cobalt rusumli avtomobillarimiz bilan yanada bazamizni yangilab kelmoqdamiz. 2025-yilda bizda 834 nafar o'quvchimiz o'qib tugatib ketgan. Hozirgi kunga kelib 2026-yilda 249 nafar o'quvchimiz tahsil olib kelayotir. Qo'shimcha qilib o'tishim mumkin. Biz endi ammoviy kasb mutaxassislarni tayyorlashdan tashqari kasblar ham o'qitamiz. Bu kasblar ichida misol traktor mashinist
kasbi bor, u 3-klass beriladi. Birinchi o'qiganda bizda uni 1, 2, 3-klass hamma toifasi bo'yicha o'qitib bilamiz. Hozirgi kunga kelib traktor mashinist kursunda 24 nafar o'quvchimiz tahsil olib kelyapti. Elektrogaz payvandlash kasbimiz ham mavjud. Bunda elektrogaz payvandlash kasbimizda o'quvchilarimiz muntazam tahsil olib keladi. Buni o'qish jarayoni 43 kun bo'ladi. 43 davomida shu o'rganib, o'z bilimlarini, o'z tajribalarini oshirgandan keyin xalqaro darajadagi sertifikat beramiz. Shuni kelib o'qib turgan fuqarolarimiz ham shuni o'qib, o'z kasbini egallab turibdi. Vatanparvar tashkilotida yo'lga qo'yilgan ta'lim va amaliy tayyorgarlik jarayonlari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va kasbga yo'naltirish, mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilmoqda. Bu yerdagi har bir mashg'ulot, har bir dars ortida tizimli yondashuv, tajribali o'qituvchi va instruktorlarning mehnati mujassam.